Xo'p, ana skanavida misol kelyapti. Qolgan misollarda ham sizlarga berilayotgan misolni katta ko'rinyapti qog'ozda. Qog'ozda ko'rinyapti. Bu uzun masala ekan. Buni yechalmaymanmi degan sizda uje miyangizda nima bo'lyapti? Aylanyapti. Tulum bo'lib. Buni yechish qiyin narsa bo'lsa kerak. Bu qiyin emas. Tog'ni ham sekin-sekin qadam boshlab, tagidan yurishni boshlaysizmi? Bu masalalarda ham skanaviy masalalarda asosiy biz e'tibor beradigan narsamiz, eng birinchi qo'yib oladigan katta qadamimiz biz amallar tartibini yo'liga qo'yib oladigan bo'lsak, o'tiravering oyatni. Amallar tartibini birinchi o'rinda joy-joyiga qo'yib oladigan bo'lsam, menda muammo bo'lmaydi. Tartibli odam hech qachon muammoga kelmaydi. Tartib bilan reja qo'ygan bo'lsam, men 8:30 da matematika kursiga kelaman deb tartib qo'yganmanmi? Shuning uchun men kech payt ertaroq uxlayman. Chunki ertaga kech qolsam, domlam o'rnimdan turgizib qo'yadi, necha minut kech qolsam, shunaqa deb. Tartib bilan, matematika ham tartib bilan tartibga yoqtiradi. Shuning uchun tartib bilan ketgan sonlar 0, 1, 2, 3 tartib bilan katta bo'lib ketyaptimi? Biz ham xuddi shunaqa bunga tartib qo'yib olamiz. Kasr kelyaptimi? Birinchi suratini bajarishni boshlayman. Suratini bajarishni boshlaganimda menga keladiki, demak, amallar tartibiga ko'ra birinchi hammasini birinchi qovus degan. Mana birinchi qovus bo'ladigan bo'lsa, demak, qovusning ichini men birinchi ishlab olyapman. Suratini ishlab olishning sababi mahrajini keyinroq ishlashim kerak bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi bo'luv bo'lyapti. Demak, men suratni tugatdim. Mahrajga tushyapman. Mahrajda ham ko'paytiruv bor, menda qo'shuv, lekin men ularga ustunlik beruvchi, qo'shuvlarga ustunlik beruvchi jihat bu bizni qavsimiz bo'ladi. Qavs bo'lgani uchun qolganlarga nisbatan u o'zining ustunligini ko'rsatyapti. Endi ikkita plyus turibdi. Demak, men eng birinchi chap tarafdan qaysi biri turadigan bo'lsa, shundan belgilab ketaman. Ikkinchi ishgacha belgilab olganman. Demak, uchinchi ish, to'rtinchi ish qilaman. Qavs tugagandan keyin beshinchi ish ko'paytiruv bo'ldi. Va oltinchi ish menda kelyaptiki, suratini mahrajiga bo'lib qo'yish. Kasr degan o'zi nima degan edi, Mustafa? Kasr degan o'zi chiziq degani, chiziq ya'ni bo'lish degan, nisbat degan. Demak, suratni mahrajga nisbatan nechinchi ish bo'lyapti? 6-ish. 6-ishdan chiqqan javobni men 7-ishda 0.5 ga ko'paytirib qo'yaman. Demak, birinchi ishni bajarishni boshladim. Birinchi ish 5 taqsim 8 ga qo'shyapman. 2.24 dan 17. Bunda men birinchi qiladigan ishim bir xil kasrga aylantirib olishim kerak. Aralash kasrni noto'g'ri kasrga aylantiraman. Sizlarga oldingi safar aytganimdek, aralash kasrni noto'g'ri kasrga aylantirish uchun mahrajini butun songa ko'paytiraman. Mahrajini o'zim yozaman. Mana 24 nima bo'lyapti? O'zi yozilyapti. 24 ni 2 ga ko'paytirsam 24 ni 2 ga ko'paytirsam 48 bo'ldi. 48 ga 17 ni qo'shadigan bo'lsam 65 bo'ldi. Endi bir xil mahraj bo'lganda shundoq qo'shib qo'yardim. Hozir menda qanaqa mahraj? Har xil mahraj bo'lyapti. Har xil mahrajlarda umumiy mahrajga keltirishim kerak. Umumiy mahraj olishdan oldin kattasini topib olaman. Kattasi qaysi? 24. 24 8 ga bo'linadimi? 3 chiqadi. Demak, shuning uchun buni suratini ham mahrajini ham 3 ga ko'paytirib qo'yaman. Shunda menga kelyapti 24.15 plus 65 taqsim 24. Nimaga buni ko'paytiryapman? O'zi mahraj 24 bo'lyapti. Natijada 24.65 ga 15 ni qo'shib qo'yaman. Menga chiqyapti 80 taqsim 24. Hozir buni endi 8 ga qisqartiraveraman. 10 taqsim 24 ni 8 ga bo'lsam 3 bo'ladi. Endi ikkinchi ishga o'taman. Ikkinchi ishga o'tadigan bo'lsam 10 taqsim 3 ni bo'laman 2.5 ga. Bolalar 2.5 da 25 taqsim 10 deb olsam bo'ladimi? 10.3 ni bo'laman 25 taqsim 10 ga. Bo'lib bo'lganda nima qilardim? Oyog'ini osmondan qilaman. Birinchisini o'zini yozaman, ikkinchisini va ko'paytiruvga aylantirib qo'yaman. Xo'p, aylantirib qo'ysam 10 taqsim
25 bo'lib qolyaptimi? Hop, 10 kere 10 100 bo'ladi. 25 75 bo'ladi. 25 ga qisqartirib olsam bo'ladimi? 4/3. 4/3 hozir aka. 4/3 bo'ldi. Ko'rdinglar? Hozir men yerda qisqartirib olmayman. Endi 3-ish 1/10 ni qo'shaman 23/30 ga. 1/3 men 13/10 deb olsam bo'ladimi? 10 lik asl bo'lganligi uchun. 3-ishni yozyapman. 3-ishni yozyapman. Xo'p, qo'shyapman 23/30. 30 bilan 10 ga umumiy mahraj. 30 buni 3 ga ko'paytiraman ekan. 39 plus 3 ni 13 ga ko'paytirsam 39 bo'lyapti. 23 ni qo'shsam umumiy mahraj 30 bo'lyapti. Endi 39 ni 39 ga 23 ni qo'shadigan bo'lsam necha bo'ladi? Hop, 3 ga 9 2 1 dilda, 3 ga 2 5 1 dilda bilan 62/30. Qisqartirib olsam bo'ladimi? 31/15. Okey? 31/15 bo'ldi. 4-ish nima edi? 3-ishdan chiqqan javobga 31/15 ga qo'shib olyapman. 4/11 da. 11 bilan 15 ga umumiy mahraj keltirishim kerak. Demak, keltiradigan bo'lsam, kattasini ko'paytirib ketishni boshlayapman. 30, 60, 90 demak bir-biriga kelmayapti. Bunday holatlarda nima qilardim? Buni bir-biriga ko'paytirib va buni bunga, buni esa bunga ko'paytirib qo'yaman. To'g'rimi? Umumiy mahraj 15 dan 10 bittasi 165 bo'ladimi? 15 ko'paytirilgan 11 umumiy mahraj bo'ldi. Hop, 11 ko'paytirilgan 31 qo'shilgan 15 ko'paytirilgan 4. Natija hop 11 da 30 11 da 31 ga ko'paytirsam necha bo'ladi? Mana bu yerda ko'paytirib olaman. 31 ga ko'paytirsam 31 31 natija 1 4 3 341 341 plus 15 ni 4 ga ko'paytirsam 60 bo'ladi. Pastda 15 ni 11 ga ko'paytiryapman. 11 ga ko'paytirsam 15 15 165 165 bo'lyapti. Natija 401/165. Ha? Hop, endi 5-ish nima qilaman ekan? 5-ish 4-ishdan chiqqan javobni unga ko'paytiraman. 401/165 ko'paytiraman 110/401. 401 bor ekan. Nima qilaman? Qisqartiraman. Misolda ishlab ketyapsizmi? Qisqarib ketyaptimi? Demak, kalanglarga kelsin, Abramjon to'g'ri ketyapsan, bos. Ha, qisqarib ketyaptimi? Kasr o'zidan o'zi ketyaptimi? To'g'ri ishla. 110 bilan 165 ni ham 5 ga qisqartirib olsam bo'ladimi? Nima uchun 5 ga qo'yapman? Chunki oxirgi soni 5 buniki 0 bilan 5 bilan bo'lganligi uchun bo'lib olyapman. 110 ni 5 ga bo'lsam 22, 165 ni 5 ga bo'lsam 33. Natijada menga chiqib qolyapti 22/33. Buni qisqartirsam bo'ladimi? 11 ga qisqartirsam bo'ladi. 2/3. Natija 2/3. 5-ish qilib o'tdim. 6-ish nima ekan? Suratini mahrajiga bo'lamiz. Suratini mahrajiga bo'lamiz. Surati demak oxir surati 2 da tugagan. 2 ni olyapman. 2 hop 6-ish deb olyapman. 4/3 da mana shu yerda xushyor bo'lasizlar. Suratni mahrajiga bo'lasizlar. Tushunyapsizlarmi? Demak, ikkinchi ishni bo'lib olyapman. 2/3 ga. Endi ko'paytirish qoidasiga, bo'luv qoidasiga ko'ra oyog'ini osmondan qilaman. 3 bilan 3, 4 bilan 2, natija 2. Natija 2 chiqdi. To'g'rimi? Endi 7-ishga kelyapman. 7-ish 6-ishdan chiqqan javobni 0.5. Natija 2.5. 2/5 bir chiqadi. Mana endi qarab turinglar.